Men senga necha marta aytganman, besprava mashina minmagin deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Sizlar bo'lyaptimi aka? Rahmatmisiz aka? Jiyanim aka, besprava mashina mingan ekan, gaylar to'xtatib yo'lda mashinani jarima maydoniga olib keltirib qo'yishibdi. O'shanga shtrafi necha pul bo'ladi aka? Haydash huquqi bo'lmagan shaxs boshqargan bo'lsa, inkam haqini 5 barobar bo'ladi. Ya'ni 1,875 ming so'm bo'ladi. Prava olmagan, yoshiga to'lmagan. Ha, yoshiga to'lmagan bo'lsa, transport boshqargan bo'lsa, 1,875 ming. Agar prava olgan bo'lib, pravasi reshat bo'lgan bo'lsa-chi? Unda yangi O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha unda jarimasi inkam haqini 50 barobar. Bu 18,750 ming bo'ladi. Haydash huquqi mahrum qilingan shaxs transport boshqarish huquqi bo'lsa. Hozir biz 3,750 ming to'lasa, agar transport vositasi otasini yoki akasini yoki boshqa shaxs nomida bo'ladigan bo'lsa, bergan shaxsga transport vositasi boshqarishni bergani uchun 5 barobar, o'zi boshqargani uchun 5 barobar jarima qo'llanadi. Bo'ldi aka, shuni biz bilmoqchi edik. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka, ko'rishamiz. Xo'p aka. Burdimmi men sanga 1,875 ming so'm shtraf to'ladim. 50% chegirmadi. Ha, aytgancha, men senga hozir prava olgani boramiz. Hurmatli obunachilar, hozir prava olgani boramiz va qaytga boramiz va necha pul sarf qilamiz. Sizlar bilan birga shuni o'rganib chiqamiz. Ketdik. Birinchi o'rinda o'zlaringga qarashli poliklinikaga borasizlar, 0.80 spravka olasizlar ekan. Narxi 300 ming ekan. Ikkinchi masala, avtomaktabga borib o'qiysizlar. B kategoriya 5 million 600, VS kategoriyasi 7 million 400 ming so'm ekan. Biz imtihon topshirgani, imtihon markaziga keldik. Imtihon narxi amaliysi 1 million ekan. Nazariysi ham 1 million ekan. Ha, o'talmasalar, yiqilsalar, keyingilari 1 million 200 mingdan ketar ekan. Ha, imtihondan o'tganlardan keyin pravani olgani davlat xizmatlar markaziga tashrif buyurasizlar. 280 ming so'm to'lab pravalarni olasizlar. Men pravani aytgancha, har xil mashinalarga ishonib qolmanglar. Biz qonuniy yo'lini ko'rib chiqdik. Mana shu yerda hammasi narx-navosini chiqarib yozib berdik. Hammalarga rahmat.